Agarda futbolchilarni har bitta zarbasi gol bo'ladigan bo'lsa, kimda qancha bo'lar edi? Birinchi o'rin kimligini aniq topolmaysiz. Aytgancha, aynan sizni obunangiz 200 mingta bo'lishimizga yetmayapti. Obuna bo'lib qo'ysangiz, ishoning zerikishga bermaymiz. Keling birinchi buyuk himoyachidan boshlaymiz. Agarda har bitta zarba gol bo'lganida, Harry Maguire allaqachon 430 ta urgan bo'lar edi. Vinicius Junior esa taxminan 958 ta. Keyingi yil oltin to'p olishga bosh favorit Muhammad Salahda esa 1610 ta gol bo'lar edi. Undan ozgina ko'proq esa Neymarda 1680 ta. Hali yosh bo'lishiga qaramay Kylian Mbappe esa 1875 ta urgan bo'lar edi. Robert Lewandowski 2450 ta. Ikkinchi o'rinda esa Lionel Messi 3920 ta. Birinchi o'rinda esa Antony. Agarda mashg'ulotlardagi zarbalari hisoblanganida. Lekin yo'q, biz faqatgina o'yin paytidagi zarbalarni gapiryapmiz. Shuning uchun birinchi o'rin Cristiano Ronaldo 4230 ta gol bilan. Agar siz ham mahallada bulardan ko'proq gol urganman deb o'ylasangiz, like bosib qo'ying. Futbol esa milliy kola bilan mazaliroq. O'zimizning milliy ta'mimiz milliy kola.